bir mahluqni ko'ribdi-da, sal maymun sifatroq bir narsa ekan, xullas. O'shani ko'rib, Alloh taolo buni nima uchun yaratgan ekan debdi. Qalbidan o'tibdi-da. Nima hikmati bor ekan shuni debdi. Bir necha muddatdan keyin shunaqangi kasallikka duchor bo'libdiki, hech iloji yo'q. U doktorga borsa ham davosi yo'q, bu doktorga borsa ham davosi yo'q. Oxiri bitta tabib aytdi. Falon bir hayvon bor, shuni tezagini 40 kun yeysan debdi. Tuzalasan dedi. O'sha haliga nimaga yaratgan ekan degan ma'qul. 40 kun shuni tezagini yebdi oxiri, tuzalibdi. Keyin safarga chiqibdi. Safarda ketib tursa, kiyimi endi alabora bo'lib, u yoqqa chayqalib, to'fon bu yoqqa chayqalib, hamma qiy-chuv baqirarmish, haligi odam jim o'tiraverarmish. Yondagilar hayron bo'libdi. Menga qara debdi, hamma yoq to'polon to's bo'lib ketdi. Sen nimaga bunaqa xotirjam o'tiribsan desa, men Allohni yaratganiga bir marta aralashib 40 kun tezak yeganman. Endi aralashmayman, nima qilsa o'zi biladi dermish.